Onasi borlarga tavsiya, onasi borlar onangizni quchoqlab, men sizni yaxshi ko'raman onajon. Rahmat. Rahmat, umringga baraka bersin. Onangizni quchoqlab yaxshi ko'raman deb oling. Xudoga shukr. Onangizni duosini oling. Onasi borlarga tavsiya, onasini duosini olib, onasini yaxshi ko'rishligini o'ziga aytib olinglar. Men sizni yaxshi ko'raman onajon. Aynan men ham seni yaxshi ko'raman. Allohga shukr. Allohga shukrlarga meni yetkazgan Allohga shukr qilaman. Alloh meni yaxshi ulug' qilib qo'yibdi. Qudrating ulug' karamingga men xursandman, shukr qilaman Allohga. Bolalarim hammasi bir-biridan yaxshi, kelinlarim bir-biridan yaxshi, qizlarim bir-biridan yaxshi. Alloh menga bergan ne'matlaringga shukr qilaman. O'zingga shukr. Hammani ham farzandlarim meni bolalarimga o'xshagan bo'lsin, mehribon bo'lsin. Xudoyo Xudoda yayrab yashnab yursin onalar, bolalar. Alloh akbar. Salomat bo'linglar. Onanglarga bizning nomimizdan salom aytinglar. Ha, meni nomimdan ham salom aytinglar.